Yangiobodda boy bo'lib ketgan tariximni ko'rsataman. Mana bu yo'lka. Kuxunni smesitel. Mana bu eng do'da smesitel mana shu bo'ladi o'zi. Perimskiy smesitel deyiladi adashmasam. Mana bu Sumskiy. Xullas mana bu Suma deyiladi, mana bu Perim, mana bu Tula. Mana bu ham Tulskiy. Ha, u ham Tula. Mana bu XGV Armiyanskiy deyiladi. Yerevanskiy zavodda chiqardi bu. Buni sotib olaman. Ana nimasi? Buni muzeyimizga qo'yamiz buni. Ham sovetskiy eksentriklar. Toza sovet eksentrigi bu. Adashmasam bu Sumskiy leyka deyilardi bu. Ha, bu ham sovetskiy. Yo, bu Sumaniki Ukrainada chiqadigan leyka edi. Mana bular Perimskiy leykadan chiqardi bu. Bu Perimniki, mana chinnilik bo'lardi. Ha. Mana bunisi vashi eng qimmat hisoblanardi mana bu leykani. Bu nech bo'ladi bu? 250. Yangi ishlatilmagan. Gap yo'q. Lekin men XGV'ni olaman. Mana nikilorovni krambuksani yangisini topish eng katta masala narsa edi. Yangilari ham bor. Bular raritetda bular. 40 mingdan. 40 mingdan? Wow. Ha, bularni 25 ming. Mana mexanizmi mana shu anaqaniki. Smesitelni o'rtasiniki. Ha, bu Tulaniki-da bu. Tulaniki bu. Mana bu Perimniki. Ha, bu Perimniki bo'ladi, to'g'ri. Ham o'rtasidagi bachonkasi, ham gusak rezinkasi tushadi mana bunga. Mushni mexanizm mana shu bo'lardi. Faqat rezinkasini almashtirsangiz bo'ldi-da bularni. Ha, ishda o'radi.